millionlagan pulingizni saqlab qolishni yoki ekonom qilib qolishni hozir sizga o'rgataman. Har kasal bo'lganingizda, har shamollaganingizda aptekalarga borib yoki vrachga kelib millionlagan pulingizni xaslaysiz. Bu turgan gap. Hozir отопительный sezon, ya'ni hozir hamma joyda отоплениyalar yoqilgan, uyda pechkalar yoqilgan, hammani burni quriydi va burnida qotmalar paydo bo'ladi, burun bitishlar hozir endi mana avjga olgan mahal yoki shamollash. Bunaqa mahalda biz nega ko'p kasal bo'lamiz? Burun quriganda bizda shilliq qavatimizda shilimshiq qurib ketadi. Shilimshiqlarda ichida immuniy kletkalar bo'ladi. Ana shu immuniy kletka bizga tushgan viruslarni va bakteriyalarni, changlarni o'ldirib chiqarib tashlaydi. Agar bizda bu shilimshiq bo'lmasa, bu infeksiyalar va changlar, bakteriyalar, viruslar primoy o'pkaga o'tib va shilliq qavatdan so'rilib biz kasal bo'laveramiz. Endi shu narsalar bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? O'zi O'zbekistonda, mana shu aynan Toshkentda juda havosi quruq, ya'ni namligi past. Shuning uchun biz doimo burunni namligini biz qo'llab yurishimiz kerak. Men hozir sizlarga uy sharoitida qanday qilib buni qo'llab yurishligida o'rgataman. Bizga nima kerak bo'ladi? Bularni men bekorga qo'yib qo'ymadim oldimga. Natriy xlor, oddiy fizrastvor, Rinoxilmi yoki любой sprey idish kerak bo'ladi. Persikovoye maslo, shprits va paxta kerak bo'ladi. Biz natriy xlorni doim mana shunga quyib olamiz. Qaranglar, men bu yerda eplab teshsa bo'lar ekan, buni amallab shu joyga teshib oldimda, hozir natriy xlorni olib bunga quyib olamiz polностью. Quyib olgandan keyin bu to'ldir natriy xlor bo'ladi ichida. Ya'ni oddiy fizrastvor. Mana shuni kun bo'yi burningizga sepib yurasiz. Cho'ntagingizga olib, hammanglar shuni odat qilib olinglar. Doim cho'ntagingizga olib sepib yuraverasizlar. Bu hech qanaqa zarari yo'q, o'rganishlik. Olib kelmaydi, naborot spreyga o'rganib qolganlarni naborot undan qaytaradi. Natriy xlor постоянно 3-4 mahal, 5-6 mahal doim namlab yurishingiz kerak bo'ladi. Keskin shamollashingiz kamayadi. Kimlardadir burundagi qotmalar bezovta qiladi. Ular uchun ham yechim bor. Bizga persikovoye maslo kerak bo'ladi, shaftoli moyi yoki olivkovoye maslo. Undan zo'ri ham bor, u Vitaon balzam deyiladi. U Vitaon balzam O'zbekistonda yo'q. Uni через Valbris Rossiyadan zakaz qilsa bo'ladi. Rasmini qo'yib qo'ydim, qarab zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Va bizga paxta kerak bo'ladi. Bu paxtani ana shu moylarga botirib yoki olivkovoye yoki zaytun ili Vitaon balzam botirib burnimizga qo'yib olamiz. Agar uyda bo'lsa 2-3 soat burnimizda turaversin, agar ko'chaga shoshayotgan bo'lsangiz buni botirib burningizni obработка qilib tashlab chiqib ketsangiz bo'ladi. Buni 3-4 mahal qilsangiz bo'ladi. 60-70% kasalliklardan qutulasizlar, ya'ni respiratorniy kasalliklardan qutulasizlar. Hurmatli do'stlar, mana shu foydali bo'lgan videoimni yaqinlaringiz bilan ulashing va podpiska bosib, like qo'yib, kommentariy yozinglar. Rahmat sizlarga. Sizlar bilan doktor